kompaniyasi bilan biz o'zi mana bir yilcha hamkorlik qilyapmiz. Endi doktorlar, orada doktorlar bormi? Shifokorlar. Shifokorlar bor. Shifokorlarda endi BAT deganda biologik aktiv faol modda qo'shimcha deganda shifokorlarda ko'plarda ishonchsizlik va shu narsaga qanaqadir ishonmasdan bu dori emas-ku deb qarashlik o'zini o'sha ongida qotib qolgan nima bor. Ko'p farm kompaniyalar bilasizlar, mana 30 yildan beri 35 yil mustaqil bo'lgan bo'lsak, 35 yildan beri farm kompaniyalar kelib faqat doktorlarga mana bunaqa dorini ol, uni dorini ol, bu dorini ol. To'g'ri, dorilar yaxshidir. Lekin mana Biliver kompaniyasi bizga kelganimizda biz aytdik, keling o'rganib beraylik. Ilmiy asoslangan holda ilmiy guruh tuzib, hali nazorat guruh tuzib, izlanuvchi guruh tuzib, hali ilmiy yondashaylik bunga dedik. Haqiqatan bu yaxshiroqmi? Shu narxga arziydimi? Yoki oddiy nima deydi? Dori yaxshi. Endi bizning markazimiz reabilitatsiya, bolalar reabilitatsiyasi, suyak kasalliklar reabilitatsiyasi bilan shug'ullanadi. Shu munosabat bilan bizga endi bizning markazimizning xususiyatiga to'g'ri keladigan bu aktiv karal kalsiy moddasi ma'qul keldi. Sababi u aktiv karal kalsiy moddasini tarkibini o'rgansak, tarkibida vitamin D3, ya'ni R-kartiferol ham bor ekan, doktorlar tushunadi. Undan tashqari yod moddasi ham bor ekan. Hammalarga ma'lumki, O'zbekiston yod bo'yicha tanqisligi katta. Biz yod endemik zona hisoblanamiz. Sababi bizdan dengiz uzoq. Baliq, hali dengiz balig'ini iste'mol qilmaymiz. Suvda ham, yerimizda ham yod kam yoki pasti deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Shu sababdan bilasizlar, mana bolalarga maktabda, bog'chada hali yod berishadi. Har xil yod preparatlarini berishadi. Shuning tarkibini aktiv shu faol moddani yodi bor, kalsiy bor, D3 bor. Ya'ni kalsiyni organizm o'ziga o'zlashtirishga hamma modda borligini ko'rdik-da, o'shandan keyin kelib bir izlanish qilaylik dedik. Haqiqatan o'zimizga ham syurpriz bo'ldi. Ama kichik guruh tanladik, slayd o'tkazib olsa bo'ladimi? Keyingisiga. Bu endi tadqiqot muddatlari Xolidov ham hozir mana shu tanishtirib o'tdilar. Mana osteoxondropatiya kasalligi bor. Osteoxondropatiya kasalligi bolalarda suyak yemirilishiga olib keladi. Ya'ni osteoxondropatiyada 3 ta etapdan iborat kasallik. Birinchi etapda suyakning ozuqasi buziladi. Ayrim sabablarga ko'ra. Tug'ma bo'ladimi, travmadan keyin bo'ladimi, o'sha suyakga ozuqa bo'lgan qon tomir nimagadir zararlanadi. Bu nekroz davri deyiladi. Bu davrda organizmga hali qo'shimcha kalsiy berilmaydi. Lekin keyin sekin qon tomir ham o'ziga kelib tuzalishni boshlaganda ikkinchi kasallikning ikkinchi davri boshlanadi. Bu fragmentatsiya davri deyiladi. Fragmentatsiya davrida o'sha suyakga keladigan ozuqa, qon tomir o'sha joyiga kelgandan keyin suyak o'zini tiklash uchun kalsiy talab etadi. Standart bizning sxemamiz bo'yicha mana bu endi doktorlar tushunadi, rengen sninklar ham bor. Keyin ham bo'ladi prezentatsiyamizda. Standart sxema bu. Bemorga, o'sha bolalarga biz glukonat kalsiy, yoniga vitamin D3, alohida va yod beramiz. O'shanga
modda aktiv karal kalsiy tarkibida borligi uchun ikkita guruh qildik. 25 ta boladan 25 ta kasal bola bitta guruhda, ularga faqat aktiv karal kalsiy berdik. 25 ta bola boshqa guruhda ularga standart davolashni qo'lladik. Yo, orqaga qaytaring. Bundan keyin. Tak. Bundan keyin. Hozir o'tab turing. Demak, ikkita guruhga shunaqa berdik. Ikkita 25 ta bola fragmentatsiya davri va keyin noto'liq tiklanish davri deyiladi. Tuzalishdan oldin bitta davr. Shu ikkita etapdagi 25 ta bola bitta guruhda, xuddi shunaqa 25 ta bola ikkinchi guruhda. Birinchi guruh tadqiqot guruhimiz, ya'ni izlanish guruhimiz karal kalsiy ichyapti, ikkinchi guruhimiz glyukonat kalsiy, yod va vitamin D3 ichyapti. 2 oy berdik. Keyingisini o'tkazamiz. Dozirovkasida ana ahamiyat beraylik. Sizda bilaman, karal kalsiyni tavsiya qiladigan profilaktik dozirovkasi kuniga bittadan 2 mahal. Bu profilaktik doza, lekin biz davolash dozasini berdik, ya'ni 7 dona granulada. 7 tasi 2 ta, 3 ta. Uni hammasini dozirovkasini qo'shsak 1000 mikrogram kalsiyga teng bo'ldi. Chunki glyukonat kalsiy 1000 mikrogram beramiz. Bir xil bo'lishi kerak. 1000 bunga, 1000 bunga. 500 xalqaro единицada emir dozada va 100 mikrogram yod. Bularda ham o'sha karal kalsiyda o'sha 7 ta granulada shu me'yordagi moddalar bor. 2 oy berdik. Keyingisi har 30 kunda analiz qildik. Qonida zardobida kalsiy miqdori, qonida zardobida D3 miqdori, boshqa hammasini rentgen qildik. 2 oy tugagandan keyin ham xuddi shunaqa qon zardobida kalsiy miqdori, D3 miqdori va ketishdan oldin rentgen. Quyidagi natija oldik keyingisi. 2 oy davomidan keyin bilmaysizmi, masafalarga ko'ra 56%, ya'ni 25 ta boladan 14tasida fragmentatsiya davridan noto'liq tiklanish davriga kasallik o'tdi. Qisqacha yana bir narsani aytishim kerakki, bu kasallik to'g'risida. Bu kasallik o'rta hisobda bolalarda 3 yil mobaynida davolanadi. 3 yil davolaymiz. Har yili bemor bola bizning markazimizga kelib 3 marta yotadi o'rta hisobda. Qattiq deb o'rta hisobda 3 marta. Ya'ni yiliga 3 marta, 3 yilda 9 marta bir oydan statsionar holatida davolanadi. Bu hisoblab ko'rsanglar, karal kalsiy qimmat. Glyukonat kalsiy teng turadi. Hali vitamin D3 ham erdikartifirol olsanglar, tomos chiqgan. Bu ham qimmat emas. Yo'q ham unaqa qimmat emas. Aptekalarda bor misol uchun. Lekin bir kun statsionarda bolani yotishi taxminan 250-300 ming so'mga aylanadi davlatga. Bepul bolalar uchun, lekin davlatimiz shu pulni sarflaydiki, shu bola yotib olsin. Endi hisoblaylik, kuniga 300 mingdan yotsa, bir oy yotsa, necha pul davlat sarflaydi bitta bolaga? Yiliga 3 marta yotsa, 3 yilda. Demak 9 marta 9 million, 81 million davlat pul bitta bolaga sarf qiladi. Endi bu karal kalsiyni qo'llaganimizda 2 oyda o'sha 56% natija oldik. Ana birinchi standart davolashayotgan guruh, o'tda hech unaqa deyarli o'zgarish bo'lmadi. Keyingisiga o'tkazasizmi?
Keyin 2 oydan keyin bolalarni biz endi 4 oy ajrab usholmaymiz bandisga, 2 oy usholaymiz. Uyga javob berdik, 1 oy aylanib kelishdi, hamma u ham bo'ldi. 1 oydan keyin yana yig'dik hammasi. Yana 2 oy davoladik. Demak 60 kundan 2 marta bir xil davolash. Natijada keyingi o'tkazasiz. Mana bu osteoxondropatiya kasalligini endi buni doktorlar bo'lsa tushunishi mumkin. Rentgenda ko'rinishi, keyingi seansda o'tkazing. Mana yaxshi ko'rinib, mana ko'ryapsizmi, suyak. Kraska yo'li yemirilganda bu mana 15-oktyabr kelgan holat. 14-aprelda уже yemirilish deyarli bartaraf bo'lgan. Ya'ni noto'liq tiklanish davri. Bu endi demak 2 oy 60 kun davo olgan bolalar. Bu bolalarning 25 ta shunaqa rasmi bor. Har bittasini endi hammamiz markazimizda arxivida saqlanadi. Xudo xolasa shu bo'yicha ilmiy ish ham chiqarib, qanaqa bir kimdir kandidatsiya qiladi. Keyingisi o'tkazavering, mayli endi dirgaymi. Mana asosiy natijalar. Mana 2 oy tajriba guruh, ya'ni kanal faol marjon kalsiy ishlatayotgan guruh 2 oyda 56% yaxshilandi, 4 oyda 80%. Endi standart biza qo'llanadigan davlat standart va diagnostikasi standart qo'llanadigan davolashyapti. Bu yerda ham yaxshilanish bo'ldi. 2 oyda 16%, 4 oyda 20%. Bu yerda 24, bu yerda 80. Ya'ni 4 barobar faolligini kanal kalsiy o'z nima deydi, mana shu ilmiy izlanishimiz natijasida faol kalsiy standart davolashga qaraganda 4 barobar effektivlikni biz isbotladik. Endi keyingi slaydlarda ham endi buni prosta bo'lib yozilgan 56%, 80, 24 va hokazo. Endi bu ilmiy tadqiqotimiz 4 oy bolalarda o'tkazildi. Shu bilan birgalikda kattalarda ham o'tkazdik. Kattalarda endi yaxshilanish bo'ldi. Kattalarda